Assalomu alaykum akalar, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Короче, bugun ko'rib turganlaringdek Tesoro traktori nahada holatda yurib turibdi. Motor korobkasida IBO deyapti akalarimiz. Mana press podbori bilan komplekt narxi 45 million bo'lsa berib yuboraman deyapti. Press podbor ishlab turibdi. Mana apparatlari ham hamma joyi mana tugib turgan narsa. Balonlari ham yaxshi holatda. Ham sezondan to'g'ri kelib mashqda to'xtagan texnika. Mana ishlab turgan soz holatda. Traktorda IBO deyapti. Jitcha motori yo'q edi ekan. Mana aparatlari ham zo'r. Balonlari har taraflama chotki. Mana balonlari ham hali yangidek turibdi.